Assalomu alaykum. Bugungi demak hosillarning iqtisodiyotdagi tatbiqlarini o'rganamiz. Bular uchun demak logaritmik hosillarni iqtisodiyotdagi tatbiqlari, demak differensial hisob teoremalarining iqtisodiyotdagi tatbiqlari, bular demak Ferma teoremasi, demak Lagranj teoremasi hamda Koshi teoremalaridan iborat. Shuningdek, iqtisodiyotda elastiklik tushunchasini kiritamiz. Endi hosillarning iqtisodiyotdagi qo'llanishidagi ba'zi tushunchalar, demak, mana mehnat unumdorligi y vaqt funksiyasi bo'lsin. Agarda t o'zgaruvchiga, demak, delta t o'sish olsa, u holda ma'lum vaqt oralig'ida mehnat unumdorligining o'zgarishi quyidagi, demak, funksiya orttirmasiga teng delta y ga. Vaqt birligida mehnat unumdorligining o'rtacha o'zgarishi quyidagi munosabat bilan belgilanadi. Ya'ni delta y taqsim delta t. Bu funksiya orttirmasi taqsim argument orttirmasi. Buning limitini qaraydigan bo'lsak, bu demak limit delta y taqsim delta t, delta timiz nolga intilganda f' t ni beradi. Ya'ni mehnat unumdorligining o'zgarish tezligi bu demak birinchi tartibli hosila ekan. Demak, ikkinchi misolda aholi sonining ma'lum vaqt ichida o'sishi n barobar ft funksiya orqali berilgan bo'lsin. Uning limiti esa demak agar mavjud bo'lsa aholining o'sish sur'atini belgiladi. Ya'ni birinchi tartibli hosila limit delta n taqsim delta timiz nolga intilgandagi limiti. T vaqt davomida Q tabiiy resurslarning sarflanishi. Q demak barobar ft funksiya bo'lsa, resurslarni iste'mol qilish tezligi esa uning limiti orqali ifodalanadi. Bu esa birinchi tartibli hosila. Mahsulotlarni sotishdan tushgan, demak, daromad uning x miqdoriga bog'liq. R barobar Rx, uning limiti esa marginal daromad deb ataladi. Ya'ni bu birinchi tartibli hosila. Ishlab chiqarish xarajatlarini S mahsulot miqdori x ga bog'liq. S barobar Sx, bu xarajat funksiyasi. Uning demak delta s taqsim delta x'imiz, delta limiti delta t nolga intilganda birinchi tartibli hosila, ya'ni marginal xarajatlar deb ataladi. Endi logaritmik hosilani quyidagi iqtisodiyotdagi qo'llanilishi, ya'ni moliyaviy qo'yilmalar, ya'ni depozitlarga qo'yilgan nimalarda foydalanadi. St demak vaqtning funksiyasi sifatida qaraymiz. Agarda foizlar uzluksiz hisobda olinsa, biz bilamizki vaqt o'tishi bilan st ning qiymati quyidagi ko'rinishda ifodalanadi. Bu demak birinchi, ikkinchi leksiyalarimizda ko'rganmiz. S0 demak shu depozitning boshlang'ich qiymati, R bankning yillik nominal foiz stavkasi. Bu holda st esa olingan logaritmik hosila quyidagiga teng bo'ladi. Ya'ni logaritm st ning hosilasi barobar logaritmning hosilasiga ko'ra ln s plus rt bo'ladi. Bu demak ln s nolimiz bizda son, t bo'yicha hosila olgandan keyin bu r ga teng. Bundan quyidagi xulosa kelib chiqadi. Bankning yillik foiz stavkasi r depozitdan olingan logaritmik hosilaga teng bo'lar ekan. Demak, depozitning logaritmik hosilasi uning daromadlilik ko'rsatkichini xarakterlar ekan. Endi masalan, aktivlar yoki aksiyalarda qimmatbaho qog'ozlar savdosida ham bizlar uning logaritmik hosilasi, demak katta R shart, demak tengsizlikdan qachon aksiyani sotib olish kerak, qachon sotish kerak. Bu demak tengsizlikni aniqlasak, biz T1, T2 intervallarini aniqlab olishimiz mumkin. O'shanda demak T1 vaqtda demak aksiyalarni sotib olib, T2 oraliqda sotsak, demak maksimal
foydaga erishamiz. Iqtisodiy jarayonning o'zgarish qonuniyatlarini endi quyidagi tushuncha yordamida kiritamiz. Iqtisodiy jarayon y barobar fx funksional bog'lanish bilan aniqlangan bo'lsa, jarayonning nisbiy tezligi, demak, o'zgarishi logaritmik hosila yordamida quyidagicha aniqlanadi. Buni t y yordamida belgilaymiz. T y'imiz demak natural logaritm y hosila barobar bu y shtrix taqsim y ga teng. Ya'ni logaritmning hosilasi 1 taqsim y, murakkab funksiya bo'lganligi uchun y dan ham hosila olamiz, y shtrixga ko'paytiriladi. Endi mana ishchi brigadaning mehnat unumdorligi quyidagi ko'rinishdagi funksiya yordamida berilgan. Boshlang'ich demak kuniga 8 soat ishlaganligi uchun oralig'imiz 0 dan 8 gacha. Endi ikkinchi soatda t barobar 2 hamda 7-soatdagi mehnat unumdorlik tempining o'zgarishini aniqlashimiz kerak. Bunda logaritmik hosiladan foydalanamiz. Buning uchun y shtrix bizada -5t plus 15 ga teng. Funksiyaning o'zi -2,5 t kvadrat plus 15t plus 100 ga teng. Quyidagi t y funksiyani hisoblaydigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishga keldi. Endi o'sha o'rtacha o'zgarishini ko'radigan bo'lsak, 2-soatda t y funksiyamiz 0,100 dan 4 ni beryapti. Ya'ni 2 soatdan keyin mana y shtrix 2 da 5 chiqqan. Birinchi ifodaga qaraydigan bo'lsanglar, 2-soatda, ya'ni 2 soat o'tgach mehnat unumdorligining tezligi soatiga 5 donaga o'zgaryapti. 7 soatdan keyin -20 donaga o'zgaryapti. Temp bizada -0,24 dona soatga bo'lyapti. Demak, plus esa bu shu o'zgarish mehnat unumdorligining o'sayotganini bildiriladi, minus esa mehnat unumdorligining pasayayotganini bildiradi. Endi differensial hisobning teoremalarining biz iqtisodiyotga tatbiqlarini ko'ramiz. Bu yerda Ferma teoremasi foydani maksimallashtirish uchun yana tejamkor ishlab chiqarish Lagranj teoremasining iqtisodiy ma'nolarini ko'rib chiqamiz. Endi mana Ferma teoremasining tatbiqiga ko'ra sof foyda funksiyasini px deb olsak, bu yerda r xarajat esa demak tovarni sotishdan tushgan daromad rx funksiyamiz, cx bo'lsa demak xarajat. Tovarni sotishdan tushgan daromaddan xarajatni ayirsak px demak foyda funksiyasi kelib chiqadi. Ishlab chiqar endi Ferma teoremasini tatbiq qiladigan bo'lsak, bu birinchi tartibli hosilasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni birinchi tartibli hosilasi 0, bundan esa r shtrix x barobar s shtrix x barobar 0 degani. Ya'ni bular teng. Ya'ni r shtrix x'imiz bu marjinal daromadni beradi, s shtrix x'imiz esa marjinal xarajatni beradi. Ya'ni bular bir-biriga teng bo'lganligini shunday qilib, demak, ishlab chiqarishning optimal hajmi marjinal xarajat hamda marjinal demak daromadni tengligidan kelib chiqadi. Limit daromad, ya'ni marjinal daromad limit xarajatga, marjinal xarajatga teng bo'lganda foyda maksimal bo'lishi kelib chiqadi. Endi ishlab chiqarish hajmi tovar narxi p ga teng ta'sir qilmaydigan holatni qaraylik. Ya'ni rx funksiyamiz bu yerda px, p'miz konstanta, bular marjinal daromadimizning hosilasi, demak r ning hosilasi barobar p bo'ladi. Endi bular teng bo'lgandagi nuqtani topishimiz kerak. Ya'ni s shtrix x0 barobar r shtrix x0 bu barobar p. Shunday qilib, demak, ishlab chiqarishning optimal jarayonidagi narx marjinal xarajatga teng bo'lar ekan. Misol, tovar narxi demak 15, xarajat funksiyasi x'imiz barobar x kub plus 3x. Demak, optimal ishlab chiqarish hajmini topishimiz kerak. Bu yerda demak sof foyda funksiyasi px barobar rx minus cx.
Ularning hosilasi demak 12 minus 2x kvadratga teng bo'ladi. Endi s shtrixning hosilasi x 0 kvadrat plus 3 barobar 15 p ga teng bo'lishi kerak. Bundan x0 ning kvadrati 4, x0 barobar 2. Ya'ni ikkita tovar ishlab chiqarsak, bizda maksimal foydaga erishar ekanmiz. Yana foydamiz demak 16 birlikdan iborat bo'ladi, maksimal foydamiz. Endi korxona solig'ini optimallashtirish bo'yicha, demak rx funksiyamiz barobar 16x minus x kvadrat. Bu mahsulotni ishlab chiqarish uchun ketadigan xarajat funksiyasi cx barobar x kvadrat minus plus 1. Endi ularning ayirmasi minus yana soliqni tx bilan belgilaymiz. Funksiyalarni o'z joyiga qo'yib, endi biz Fermat teoremasini tatbiq qiladigan bo'lsak, buni hosilasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Bundan 16 minus 4x minus t barobar 0. Undan x barobar 4 minus t taqsim 4 ni topamiz. Endi soliq funksiyasi demak t ko'paytirilgan x edi. Mana oldingiga qaytadigan bo'lsak, mana tx edi. Endi to'liq yozadigan bo'lsak, t ko'paytirilgan 4 minus t taqsim 4 ni beradi. Uning maksimal bo'lishi uchun hosilasi 0 ga teng bo'lishi kerak. Hosilasini 0 ga tenglab ishlaydigan bo'lsak, t barobar 8 kelib chiqadi. Undan x ni ham topishimiz mumkin. Oldingi ifodaga ko'ra, mana x barobar 4 minus t taqsim 4 o'rniga 8 ni qo'yadigan bo'lsak, barobar 2 bo'lib chiqadi. Bundan soliq stavkasi t barobar 8 bo'lganda foydaning maksimum qiymati x barobar 2 bo'lganda erishiladi. Ya'ni f maksimum barobar 7 birlikdan iborat. Endi t funksiyamiz soliq xizmati nuqtai nazaridan umumiy soliqning optimal qiymati 16 birlikni bildiradi. Agar soliq olinmaydigan bo'lsa, t barobar 0 foyda uchun quyidagilar bo'ladi. Ya'ni x barobar 4 bo'lganda 31 ta birlikdagi mahsulot yetishib chiqadi. Endi Fermat teoremasining tatbiqi tejamkor ishlab chiqarish. Ishlab chiqarishda o'rtacha xarajat minimal bo'lganda tejamkor ishlab chiqarish deyiladi. Ya'ni o'rtacha xarajatni quyidagicha topiladi. Ya'ni buni ACX ko'rinishda belgilaymiz. Ya'ni xarajat funksiyasi cx taqsim x. Funksiyaning lokal minimumi o'rtacha xarajatning eng kichik qiymatini beradi. Ya'ni Fermat teoremasidan uning hosilasi barobar 0. Ya'ni marjinal xarajat barobar s'(x) barobar demak x taqsim x. Bu formulaga mos kelgan iqtisodiy qonun eng tejamkor ishlab chiqarish marjinal va o'rtacha xarajatlar tengligidan aniqlanadi. Mana misol, biror x ta mahsulotni ishlab chiqarish uchun cx barobar 3x kvadrat plus 5x plus 7 berilgan bo'lsin. U holda uning o'rtacha xarajatini hisoblaymiz. Cx taqsim x quyidagiga ega bo'ladi. Uning hosilasini 0 ga tenglab ishlasak, x barobar 5 chiqadi. Demak, o'rtacha xarajatni minimal qilish uchun x barobar 5 ta mahsulot ishlab chiqarish kerak bo'ladi. Endi Lagrange teoremasining iqtisodiy ma'nosi biror x miqdordagi resursdan y miqdorda mahsulot ishlab chiqarishni ifodalovchi munosabat quyidagi ko'rinishda belgilangan bo'lsin. Y barobar fx. Ishlab chiqarish xarajatini a birlikdan b birlikka ko'paytirganimizda fb minus fa ayirma ishlab chiqarish farqini aniqlaydi. Demak, fb minus fa taqsim b minus a esa xarajat bir birlikda oshirilganda mahsulot miqdori necha birlikka oshirilganligini bildiriladi. Ya'ni Lagrange teoremasiga ko'ra quyidagi xulosani qilish mumkin. Ya'ni y barobar fx ishlab chiqarish funksiyasi bo'lsa, xarajatning shunday kamida bitta s holati mavjud bo'ladiki,
unda limit ishlab chiqarish samaradorligi o'rtacha samaradorlikka teng bo'ladi. Endi keyingi tushunchamiz bu elastiklik tushunchasi. Bu yana yangi tushuncha kiritamiz, ya'ni delta x taqsim x bu argumentning nisbiy orttirmasi. Demak, delta x'imiz argument orttirmasi edi. Endi delta x taqsim x'imiz demak argumentning nisbiy orttirmasi. Delta y taqsim y esa funksiyaning nisbiy orttirmasi hisoblanadi. Endi ularning nisbati quyidagicha bo'ladi, ya'ni nisbati funksiyaning nisbiy orttirmasi taqsim argumentning nisbiy orttirmasi. Bu barobar delta y taqsim delta x ko'paytirilgan x taqsim y. Ya'ni funksiyaning hosilasi agarda mavjud bo'ladigan bo'lsa, buning limiti demak y shtrix ko'paytirilgan x taqsim y. Ya'ni quyidagi funksiyani aniqlaydi. Y x y barobar x taqsim y ko'paytirilgan dy dx. Demak, bu y va x miqdorlarining nisbiy o'zgarishining proporsionallik koeffitsiyentini aniqlaydi. Ya'ni yetarlicha kichik delta x larda taqriban mana bu elastiklik funksiyamiz delta y taqsim y bo'lingan delta x taqsim x ko'rinishda olishimiz mumkin bo'ladi. U holda funksiyaning nisbiy orttirmasini elastiklik ko'paytirilgan nisbiy argumentning nisbiy orttirmasi ko'rinishda taqribiy hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Bu tenglikdan quyidagi xulosa chiqarish mumkin. Funksiya elastikligi y x y bu y va x miqdorlarining nisbiy o'zgarishining proporsionallik koeffitsiyenti ekanligi kelib chiqadi. Agar masalan x ni 1% ga orttirsak, u holda y o'zgarishi taxminan proporsionallik koeffitsiyenti foizga o'zgaradi. Mana misolda tekshirishimiz mumkin. Y barobar 3x minus 6 funksiya elastikligini hisoblaymiz. Elastikligi demak x taqsim x minus 2 funksiyaga teng bo'ladi. Masalan x barobar 10 bo'lsa, funksiya elastikligi 5 taqsim 4 ni beradi. Ya'ni x ni 1% ga oshirganda y'imiz 5 taqsim 4% ga oshishi kelib chiqadi. Quyidagi funksiyada esa x barobar 1 bo'lganda proporsionallik koeffitsiyenti 0 ga teng. Ya'ni bu argument 1% ga, ya'ni 1 dan 1.01 ga oshganda funksiya qiymati taqriban o'zgarmaydi, o'zgarmasligini bildiradi. Endi demak, talab va taklif daromadning narxga nisbatan elastikligi p narxga mos kelgan talab qilingan tovarlar soni q barobar dp funksiya orqali berilgan bo'lsin. U holda 100% ko'paytirilgan delta q taqsim q miqdor q ning foizli nisbiy o'zgarishini bildiradi. 100% ko'paytirilgan delta p taqsim p miqdor p ning foizli nisbiy o'zgarishi. Q ning p ga nisbatan olingan foizli o'zgarishining limitiga talabning elastikligi deyiladi. Ya'ni quyidagi ko'rinishda hisoblaniladi. Teta barobar p q barobar limit elastiklik funksiyasi yuqorida ko'rgan demak funksiya p taqsim q dq taqsim dp ni beradi. Endi talab elastikligi taxminan tovar narxi 1% ga o'zgarganda talablar soni necha foizga o'zgarishini ifodalaydi. Umuman olganda tetaning ishorasi manfiydir, chunki talab funksiyasi kamayuvchi hisoblaniladi. Buni misolda ko'rishimiz mumkin. Mana q funksiyasi 10 minus p ko'rinishda berilgan. U holda demak tetani hisoblaydigan bo'lsak, minus p taqsim 10 minus p ga teng. P 2 bo'lganda tetamiz minus demak 1 taqsim 4 ga teng bo'ladi. Buning ma'nosi narx 2 bo'lganda uni 1% ga orttirish talabning 1 taqsim 4% ga kamayishini ko'rsatadi. Demak, elastiklik daromadga ta'sirini ko'ramiz. Daromad funksiyasi r barobar p q bo'lsin. U holda uning hosilasi p bo'yicha
mana ko'paytmaning hosilasiga ko'ra p ko'paytirilgan dq taqsim dp plus q ni beradi. Endi p bilan q ga ko'paytirib bo'ladigan bo'lsak, q ga ko'paytirib bo'lsak, p taqsim q yana dq taqsim dpmiz bizada elastiklik, ya'ni teta. Teta ko'paytirilgan p plus q bo'ladi. Bu agarda tetaning absolyut qiymati 1 dan kichik bo'lsa, ya'ni teta katta minus 1 bo'ladigan bo'lsa, mana bu ifodamiz 0 ga teng bo'ladi. Demak, neelastik talabda narx oshganda umumiy daromad ham oshadi. Taklif funksiyasini elastikligi quyidagicha: p taqsim q, q shtrix. Demak, taklif funksiyasining elastikligi, demak, narx 1% ga oshganda taklif funksiyaning foizlarda o'sishini ta'minlashni ifodalab beradi. Mana berilgan bo'lsa, demak, q funksiyamiz 10 minus p, bu talab funksiyasi, taklif funksiyamiz 3p minus 6 qonuniyatlar bilan berilgan bo'lsin. Quyidagilarni aniqlang. Ya'ni muvozanat narxni topish kerak. Muvozanat narx uchun talab va taklif funksiyalarining elastikligini topishimiz kerak. Buning uchun, demak, talab va taklif funksiyalar uchun muvozanat narxi, ularni tenglashtirib p ni topamiz. Muvozanat narximiz 4 bo'ldi. Keyin elastiklik funksiyasini topsak, minus p taqsim 10 minus p bo'ldi. Bu talab funksiya uchun. Endi taklif funksiya uchun p taqsim p minus 2 ga teng bo'ldi. Shunday qilib, muvozanat narx p barobar 4 bo'lganda, mana birinchi, demak, talab funksiyasi uchun minus 2 taqsim 3, taklif funksiyasi uchun 2. Bu esa muvozanat narxni 1% ga oshirilganda talab 2 taqsim 3% ga kamayishi va taklif esa 2% ga ortishi bildiriladi. Endi, demak, to'la va o'rtacha xarajatlar elastikligi quyidagi ko'rinishdagi formulalar yordamida ifodalanadi. O'rtacha xarajat A s barobar s taqsim x ning elastikligini quyidagi formula ko'rinishida ifodalashimiz mumkin. Hosilalarni olib soddalashtirganimizda o'rtacha xarajatning elastiklik funksiyasi, demak, xarajatning elastiklik funksiyasi minus 1 ga teng bo'lib qoldi. Demak, o'rtacha xarajat elastikligi to'la xarajat elastikligidan 1 ga kam bo'lar ekan. Demak, 1 bo'ladigan bo'lsa, elastiklik funksiyamiz o'rtacha xarajatning elastikligi 0 ga teng, ya'ni 0 ga A si 0 bo'ladi. Demak, o'rtacha xarajatning o'zgarishini bildiriladi. Shunday qilib, to'la xarajat elastikligi 1 ga teng bo'lsa, demak, to'la limit xarajat, ya'ni to'la marjinal xarajat o'rtacha xarajatga teng bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.